bunga pasha qo'nmaydi deyishimiz sababi agar buni qopqog'ini olsa hozir biz ham bu yerda video qilmayotgan bo'lardik. Pishgan oladi 250 gram boshlanishiga. Buni hozir 1 kiloni qaynatsak, hozir gidetda 2,5 kilo, 3 kilo bo'ladi eltiraga. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Vulqon Uz kanalining ashaddiy muxlislari, hurmatli obunachilar, barchangizga Allohdan barakali kun tilagan holda biz bugun video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan boshlash arafasida turibmiz. Bugun boshqacha video qilib beramiz, hurmatli obunachilar. Obunachilarimizning talablariga binoan qo'ylardagi kasalliklar, davolash, semirtirish, ratsion haqida ma'lumotlar so'rashgan ekan. Bugun Boburjon bilan birgalikda chiroyli obzor ko'ramiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolisa Eldor aka qo'ylarga qo'chqor qo'shishdan boshlandi. O'zimda qo'ramdan qo'chqor qo'shib, xudo xolisa endi bundan bu yoqqa 100% amin bo'lib, bo'g'oz qilib, tayyorlab sotamiz. Ana shuni qanday nursa bilan foydali tomonlarini aytib o'tamiz. Foyda qilish, yetiltirish, go'sht yo'nalishiga emas, bola yo'nalishiga endi o'rgatamiz. Boshladingmi? Like bosib, kommentga bolalar otalarga rahmat, gaziga bosinglar deb turasizlar. Xudo xolasa boshladik, ketdik. Hurmatli obunachilar, birinchi o'rinda hozir nimani o'rganamiz? Endi yangi boshlarganlarga haliga ma'lumot bermoqchimiz. Endi opti borlar, tajribasi borlar aqllilik qilyapti deyishmasin. Yangilarga ma'lumot berib o'tib ketamiz. Sababi Chorvoyga hozirgi kunda yangi qiziqqan akalarimiz ko'p. Hozir ham kelib ma'lumot so'rashdi. Qo'ldan kelgancha ma'lumot berdik. Xo'p, birinchi olganda siz nima qilasiz? Mana qo'yni olib keldingiz. Birinchi mana qo'ylarni qamadi. Qisirligida. Bo'g'oz bo'lgandan keyin ko'rdori qilsangiz bolaga ta'sir qilishi mumkin. Apkel va Iverman qo'lni berdim. Alben berdim, Eldor aka. Chiziladi. Albenni chiziladi, Gramlarni ham keyin aytib o'taman. Oltin gugurt. Oltin gugurt beriladi. Endi parazitiga faqat. Ichki parazitlariga. Xo'p, endi oltin gugurt bilan albenni aralashtirib yormanglar, hurmatli obunachilar. Asosan mana oltin gugurtni yemaga aralashtirib berasiz. Yemaga, har bir boshiga o'rtacha kichkina qoshda bir qoshdan to'g'ri keladi. Tushundim. Endi kimlardir bor akalar katta qoshda bir qoshdan beradi, kimlardir bor kichkina qoshda. Endi hammani qo'y har xil. Lekin Eldor aka shaytida yana bitta aytib o'tamiz. Kichkina qoshda berilgani ma'qulroq. Uni yomon ta'siri ham bo'lib qolishi mumkin. Kuydirib yuborish, xuddi shunday. Kichkina qoshiqda bir qoshiqdan. Xo'p, endi siz mashlarni bo'g'oz qilgan tashladingizmi? Eldor aka, bularga ukordorlarni qildim, oltin guyutgada berildi. Endi tashqisiga, masalan, ko'z og'rig'i, chaqa chuqalari bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Og'izda masalan har xil chaqalar bor, hozir bilasiz. Tikonlardan keyin zarajani bo'lib ketadi. Xuddi shunday. Haliga o'zim nariga chaqani oti nima edi? Undaqa chaqa emas. Haliga yantoqni masalan og'zini egab-egab o'ygan, u masalan zarjina berib yiringlagan, har xil holat bo'lishi mumkin. Dorilari bor. Ularni ham aytib, ko'rsatib o'tib ketamiz. Ularga hamma yo'g'ini emlashlarni qilib qo'ydik. 3 ta qo'chqarni ham qo'shdik. Qo'shildi. Yana qo'ylardan yangi olib keldim, hozir junlarni oldirib, yana mana bag'ida tayyorlov jarayoni. Yangi qo'ralar. Bega olib kiryapmiz Eldor aka. Olib kirib, mana shu yerda ukor dorisini qilamiz, emlashlarni qilamiz, undan keyin junlarni oldirib, qo'ylarni ham ko'rsatib turamiz, operator. Hurmatli obunachilar, xo'p, endi nima savollaring bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Endi bitta narsani plan qilib oldik. Har 3 kunda yo 4 kunda bir sizlar bergan savollarga asoslangan holda bitta video qilib joylab beramiz obunachilarimizga. Faqat o'zimizni qo'radan olamiz Eldor aka. Xuddi mana shu qo'ylar bo'ladi. Mana hozir olib keldim-da. Narx-navosini ham aytib o'tiraman, qancha foyda qilishiga deb. Shunaqa. Mana shularni o'zim xudo xolasa bir oylik qilib bo'g'oz qilib sotmoqchiman. Dangalga borgan. Endi qo'chqorlarni ham qanaqalarini qo'shiladi. Ana shularni ham hozir ushlab birma-bir ko'rsatiladi. Qardan 1 minutga. Xo'p, endi hurmatli obunachilar, hozirgi kunda eng dolzarb mavzulardan yo'lda ko'zi shamollab qoladi. Mashinalarda keladi, masalan, ochiq havo, masalan, teshiklarda havo kirib turadi, bilasiz. Ko'zlari og'rib qolyapti. Ko'zi og'rib qoladi. Kimlardir shakar sepadi, kimlardir yana boshqa yo'l qiladi. Meni o'zimning shaxsan fikrim tetrasklein glaznoy emas, ya'ni ko'z surtmas, hurmatli obunachilar. Eng to'g'ri tanlov shu ekan. Ham masalan bu 6000 so'm ekan. Arzimagan pulga. 6000 so'm ekan.
bittasi. Bitta olib kelib qo'yilsa, masalan, o'zimizni uyda ham ko'zi og'rib qolishi mumkin. Nahotday qilib ko'ziga shunday ochib, ko'zini ichiga suta qo'yasiz, bo'ldi. Keyin buni akalar ko'zini to'ldirib qo'ysangiz ham zarari yo'q haligi. Bu reklama bo'lib ketgan yo'q. Bundan biz pul olmaganmiz. Yo'q, endi foydali narsa. Xuddi shunday. Endi tashqi yaranariga endi bular chemiy sprey ishlatishar ekan, biz oksi sprey ishlatamiz. Oksi. Mana rangini bitta ko'rsatib ketaylik mana. Binafsha rang, hurmatli obunachilar, binafsha rang. Endi buni foydali taraflari, buni bayda buni ular dalani qo'yiladi. Yantag'i yeb keladi Eldor aka. Sanchilgan, u zarjeni berib, yiringlab ketgan bo'lishi mumkin, har xil holat bo'lishi mumkin. Buni sevib qo'yilsa, nima bo'ladi? Polni qotirib, bu qotiradi. Adashmasam buni tarkibida antibiotik ham bo'lishi kerak, hurmatli obunachilar. Va bitta narsani eslatib o'tamiz. Dozalarini bizni og'zimizdan chiqqaniga ishonmanglar. Nimaga ishonmanglar? Sizda balki 100 kilolik qo'y bo'lishi mumkin, bizda 40 kilolik qo'y bo'lishi mumkin. Balki bizda 100 kilolik bo'lishi mumkin, sizda 40 kilolik bo'lishi mumkin. Dozani har bittasini o'sha yo'riqnomasiga qarab, qo'llanmaga qarab, necha kilogrammga necha qanchadan deyilgan. Bilib oling, bu tarafda mana. O'rdaklarga necha, Eldor aka? Baraka. Baraka. O'zim ochibdi. Firma akalar, firma, hozir firmadamiz. Xo'p, endi Boburjon, yangi boshlaganlarga qiziq yana bitta. Ha. Yana bitta. Nima bu? Eldor aka hozir jun olyapti. Chaqa-chuqa bo'lishi. Bu aslida emasmi? Ha, aslida. Aslidami? Aslidani oddiy moyga o'zimizni ovqat qilishni ta'minlash paxta yog'iga aralashtirib qo'yildi. O'zi kuchlilik qiladi. Bu nima maqsadda bu? Bu nima maqsadda? Junni olyapti, har xil chaqa bo'lib qolishi mumkin. Yo bo'lmasa dalada kelganda chaqa bilan Tasha bo'lmasligi uchunmi bu? Tasha bo'lmasligi uchun dori haligi yarani ham tuzataveradi. Qo'lni tuzataveradi. Xo'p, akalar, asidini ham zo'r taraflari bor. Asidi haqida alohida to'xtalamiz. Asidi 1, 2, 3. Uni o'zi alohida mavzu. Ha, xuddi shunday. Bitta akamiz borlar, Mahmudjon akamiz, uni ko'pchilik taniydi. O'limdan boshqa hamma narsaga dori deydilar asidini. U haqida ham bir alohida mavzular qilib to'xtalib o'tamiz. Bunga pasha qo'nmaydi deyishimiz sababi, agar buni qopqog'ini olsa, hozir biz ham bu yerda video qilmayotib turgan bo'lardik. Bitta sepib qo'yilsa bo'ldi. Sassiq bo'ladi. Xonada masalan bitta qo'yga sepilsa, hidi tarqaydi mana shu qo'raga. Pasha kelmaydi. O'zi aslida bor, ertaroq ega bergan sevib qo'ysa bo'lagan, o'g'illar ham pasha qo'nmaydi. Pasha qo'nmaydi. Xo'p, endi Boburjon ko'pchilik bismillah. Qo'ran ichida gaplashaylik, qo'ylarni. Qo'ylarni ko'rib turibsiz obunachilarimiz. Ash qorani ushlang. Asta-asta. Eldor aka, qo'chqorni ham urib tashlaydiganlar deydi-yu. Tezlaridan qo'ydik. Mana shu 10 oylik. 95 bormi? Bo'yimi? Bo'yi xotirjam, ha, birga kamda. Birga kam. Mana. Toza qirg'iz qo'chqor. Boburjon, mendan juda ko'pchilik kommentariyada haligi bahs bo'lib qolyapti. Sovuliq 2 oyda yetilishi mumkin emas deyishyapti. 4 oyda ham yetilmaydi, 5 oyda ham yetilmaydi degan gap so'zlar ko'payib ketyapti oxirgi kunlarda. Nima deysiz shunga? Masalan, siz ham faqat sog'liq boqasiz, men ham sog'liq boqaman. Bo'lmagan gap. Hozir men o'zimni alohida qo'ramda ham sog'liq tashlaganman. Yangi qo'raga. U kuni 3 milliondan chiqardik-ku. Assatkalarni ana shuga hozir 40 ta bo'ldi. 40 ta bo'ldi. Operator o'zlari ham biladilar. O'zlari qaraydilar faqat qo'yib. Hozir mana shu qo'ylar, ariqligini ko'ryapsiz. Mana qo'chqarni qo'shdik. 40 kun yetadi. 40 kun ichida qo'ylar ham 1 oylik atrofida bo'g'oz bo'ladi. Ham desa eti zo'r bo'ladi. Keyin bo'g'oz, masalan, sog'liqni yaxshi tarafi akalar, qo'chqorga o'xshab bosib yem berish shart emas. Hashakka qonni to'yib, oz-ozdan kepagalab tursa ham effektini beradi. Qo'chqorni ham Eldor aka mana bunga qo'zisini yo ikkitishini qo'shilsa, qo'yni ham majburlab qochiradi. Mana bu sog'liq, mana og'riq sog'liqlar Eldor aka. Hozirgi kunda narx-navolarni ham bitta aytib ketaymi, aytmaymi? Aytay. Hozirgi vaqtlarda mana shu qo'ylar 4 million 200 ming, 4,5 million so'm bo'lyapti. Endi aynan mana shu turdagilari. Xuddi mana shu turdagisi. Endi buningda har xil qo'y bor akalar. Xuddi shunday har xil qo'y. Endi buni 4 million 200 dan bersa beradi kerak. Beradi. Xuddi mana shunday qilib Eldor aka. Ash qo'yni mana shunday qilib sotaman. Xuddi mana shunday qilib sotaman. 2 oyda buni o'tkazib olsa bo'ladi. 2 oyda emas, 40 kunda mana shunga olib boraman. Mana shu yerga. Bo'ladi. Hozirgi qo'yni 40 kunda olib boraman. Hop, video davomida yemini ham ko'rsatamiz akalar. Ham bo'g'oz qo'y tez o'sgandi. Shunaqa? Ham buni foydasi. Hozir Premenni beyda sog'liq turibdi, 4 million 500 ming atrofida sog'liqlarni yig'ib qo'ydim. Ha? Terdik. 4 million 500 mingdan bo'lsa, Eldor aka hozir bu 1 oylik bo'g'oz qilib sotilsa, 1 oy
40 kun o'shi 40 kun baxmoqchiman. Endi qarang. O'rtacha, Ha, gapiravering o'rtacha. o'rtacha 5,5 million so'm bo'ladi. Yo bo'lmasam 6 million so'm bo'ladi. 5,5 milliondan bo'lganda ham trebili 1 million bo'ladi. Endi daromad haqida gap chiqqanda gapirib o'tib ketay. Hurmatli obunachilar, o'tgan yili Boburjondan 2 million 400 dan qo'y olishgan ekan. Men o'zim sizga aytay. 2 million 400 dan qo'y olishgan ekan. Haligini Qo'yaver. kuzuga chiqib o'zim reklama qilib berdim. 5,5 milliondan berishmadi. Xuddi shunday bunda sog'liqda daromad ko'p. Tez o'zgaradi. Xuddi shunday tez o'zgaradi. Endi qo'chqor boqmanglar demoqchi emasmiz. Tez оборот bo'ladi. Ha, endi hozir qisir yo'nalishiga ham hozir u tomoniga o'tamiz. Qisir qo'yiladi, haligi arzon qari qo'yiladi. Go'sht yo'nalishiga. Ulardan hozir prebil hozirgi vaqtda katta bo'lmay qoldi menimcha. Yana vallohi alam bilmayman. Yo, undan ham foyda bor, lekin bitta akamiz borlar, gapingizni bo'ldim. Faqat tish bosganini, tish yo'qlarini oladilar arzonga. Ana shuni bo'g'oz qiladilar. Men shunaqa tanishim bor. Tish yo'q qo'ylarni olishadi, bo'g'oz qilishadi. Endi tug'dirishadimi, bo'g'oz qochishadimi bilmayman. O'zim ham qo'chqor qo'shivardim ko'zga tushgan. Ko'rdim. Tez qo'chqorlardan qo'shdim. Ko'rdim. Xudo xolasa ularni ham bo'g'oz qilib sotamiz hozir. Hozir masalan ash qo'ylar 3 million 300 ming sotilayotgan bo'lsa, bo'g'oz qilib 22-30 kunda Eldiraga 4 million atrofida bo'ladi. Shunaqa. Olgan odam ham xursand bo'lib oladi. Ko'tini baylaydi-da. Xo'p, endi bularga qanchadan yem berasiz? Mana keldi. Bugun keldi dedik. Yem sirasi berasizmi yo'qmi? Ha, hozir Eldiraga bitta hozir men qaynatib beraman. Yem tepasida u ma'lumotini beraman. Har bittasiga qanchadan tushadi. Keting o'zi yem ustiga olamiz. Xo'p, akalar, yana bir bor aytyapmiz. Nima savol javoblarining bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. 4 kundan keyin yana mana shu qo'rada xuddi shu savol javoblar sizlar bergan savol bilan bo'ladi. Kommentdan o'qib, ma'lumotlarni bilib biz o'zimizni veterinar yoki qanaqadir bu sohada professor demaymiz-ku. Professorimiz demaymiz-ku, lekin o'sha tajribalardan o'rganilgan narsalarni biz ham o'sha veterinarlardan, o'zimizdan katta tajribasi bor akalarimizdan, mana Zohidjon akamdan ham ko'pincha ma'lumotlar olib turamiz. Ana shu narsa o'zim akam ham masalan ancha ma'lumot beradilar, akamdan o'rganamiz. Xudo xolisa qo'ldan kelgancha obunachilarimizga ma'lumotlarni yetkazamiz. Xo'p, endi yemi faqat mana operator olib kelishingiz mumkin bug'doy. Mana quruq chang ko'ryapsiz, arzon bug'doy bu. Arzonni olib kelib beryapsiz, Eldiraga 50 kilo. 50 kilo sig'adimi? Yo'q, 100 kilo sig'adi. Hozir buni qozonda turgani bir qop 50 kilo. 50 kilo turibdi. Bitta qo'yga 250 gram beryapti o'rtacha. Pishirilgan, tayyor. Pishgan oladi 250 gram boshlanishiga. Buni hozir 1 kiloni qaynatsak, hozir getda 2,5 kilo, 3 kilo bo'ladi Eldiraga. 2 barobar hisoblayvering. Ha. Mana mana shuni turishibdi. Abitdan keyin vaqti borlar kelsa, uni shishib, toshib ketadi. Mana shu 50 kilo. Bunga 100 kiloni qo'yib pishirib bo'lmaydi. 50 kiloni qo'yib, buni qozondan o'zi shunday toshib ketadi. Eldirang. Hozir mana ko'rib turibsiz, shlankalarda. Svet yondimi? Suvini quyib, to'ldirib Eldiraga. Qaynaganda sut yo'q ekan. Qaynaganda Betini kesib qo'yamiz, svet yo'q ekan. Xo'p, endi nima ma'lumotlar qoldi? Boburjon bermagan ma'lumotlarimiz. Endi mana bag'i o'taylik. Buni Qur'onni yangi qildi. Tabriklab ko'rasizlar. Muborak bo'lsin. Xudo xolisa bu tarafdan to'lsin. Eldir aka mana. Bular kelgan jarayoni. Qo'ylar mana, so'lug'lar. Bular bir soat bo'lmadi kelganiga. Mana. Qancha chiqqan? Tashqariga olib qo'ying. Shular mana. Bitta bo'ldi. Bu bo'yin olsin. Tulashni boshlab qo'ylar. Ha, tulashni boshlab. Mana so'lug' Eldar aka. Bunga hozir birinchi navbatda kechga payt ivermaga qo'lni uramiz. Ivermektin. Ha, ivermektin. Tilim kelisholmaydi unga. Albenda ertalab beraman. Och qoringa. Och qoringa beriladi alben. Xuddi shunday. Yungini oldirgizib qo'yaman. Xuddi shunday qilib, ertaga obedga davr qo'y tayyor bo'ladi. Sirasi qo'chqorib qo'shamiz. Akalar, yana bitta maslahat, masalan, qo'yni bo'g'oz qilmoqchimisizlar? Xo'p. Mana shomolash haqida ham gapirib o'tib ketaylik. Keyin bo'g'oz burnida turib. Bu akalar hozirgi kunda ko'pchilik mana shu narsani haligi vahima qilib yuboryapti-da, haligi Dimlari keladi-da. Mashinada 50 ta yuklayapsizlarmi hozir? Ha, 50 ta yuklayapsiz. 50 ta yuklanadigan bo'lsa, dim havoda keladi, tashqariga chiqqanda ozgina bunning oqishlari bo'ladi akalar, yo'talishlar bo'lishi mumkin. U haligi vahima qilib
bu tuzalmaydigan kasal, bu yomon narsa ekan emas. Yo'taliga masalan tilazin qilib qo'yishingiz mumkin. Shamolashganda veterinar bilan maslahatlashgan holda. Bo'g'oz bo'lguncha qo'yni tayyor qolinglar, haligi shamollashdan tortib bitkanasigacha. Bo'g'ozligidan keyin u undan keyin befoyda. Ha, befoydaligidan ham ko'p ukollar bolasini tushirib qo'yadi, boshqa bo'ladi. Ana shu narsagacha. Shuning uchun, Eldor aka, qo'yga qo'shguncha ukor dorisini qiladi. Hozir aytib o'tdim-ku, qo'yga qo'shgunimcha ukor dorisini qiladi. Ana qo'chqorlar tayyor holatda turibdi. Meni qo'yib deb. Ko'rsataylik-da. Xudo xolasa yana yangiliklar qilamiz. Ot qani? Otda ko'z tegib shekilli. Sotdingizmi? Sotdik. Ana qo'chqorlar startda turibdi Eldor aka. Hindistonning qo'chqorlari, hurmatli obunachilar. Hindistonning Qo'zi hammasi. Hammasi qo'zi. Ish buzmagan qo'zilar mana, hurmatli obunachilar. Bular startda turibdi. Eldor aka, buni o'sha ukordorlarni qilib, ertaga alohida qo'ra qilib, sira-sira qo'shaveramiz. Xo'p, bitta qo'chqorni necha so'mga qo'ysa bo'ladi? Men 10 ta 15 taga moslayapman, lekin dala sharoitda masalan 1 oyda ichida qochorsin degan odam 20 taga xotirjam bo'ladi. Qo'ysa bo'ladi. Lekin men 40 ta 50 taga qo'yganlarni ham bilaman. 40 ta u Eldor aka yana ham vaqt cho'zilib ketadi. Hozir menga vaqt cho'zilmasa kerak. 10 kun ichida qo'y urib hammasini hal qilish kerak. Tayyor bo'lish kerak. Uni ham yo'llari bor, hurmatli obunachilar. Kommentariy deyapman, fikr bildiringlar. Agar hozir hammasini bitta videoga tiqib qo'yadigan bo'lsak, xuddi shunday. qiziq bo'lmaydi. Qiziq bo'lmaydi. Hozir endi bugundan o'zimga reja qilib, maqsad qilib qo'ydim. Aylanib mana shunaqa chorvadorlarni, ozgina Boburjondan, ozgina yana ukalarimizdan, Zohirjon akamizdan so'rashadi. Zohirjon akamiz hammamizni muomalamiz yaxshi. Ali o'tsak akalarimiz xudo xolasa yo'q deyishmaydi. Ot boqadigan fermalar bor. Ot boqadigan akalarimiz bilan Shunday. kerak bo'lsa tovuq deysizlar ham tovuq bo'yicha ham akalar ma'lumot olib beramiz. Faqat sizlar so'rab o'zlaring bo'ldi. Eldor aka, Mutaxassismisiz? ana o'rdakka to'g'ri ochirib qo'yganman. Quyonlar ham bor. Quyonlar ham bor. Endi Eldor aka, yana bitta gap shaytiga. Hozirgi holatda mana bunda yangi appilyapti. Xudo xolasa bundan ertaga emas, o'shani videoyingizga moslaymiz. Indinga kelsa, indinga video qilaylik. 2 kundan keyin kelsa, 3 kundan keyin kelsa, 3 kundan keyin yana yangisiga qilamiz. Bular tayyor holatda bitta qo'y bilan qo'shilgan holatda qo'yib qo'ygan bo'lamiz. Bu qabul sotuvga emasmi hozir? Sotuvga ham 100% olaman deganga ag'dag'indan ham berilaveradi. Ha, yo'q, o'zim qo'chqor qo'shib olaman desa, buni ham tayyorlab qo'yamiz, kelishaveradi, beriladi. Bayda sotilmaydigan narsa odam xolos. Lekin men endi hozir ekran ortida turgan odamlarga, o'zimizda obunachilarga buni bo'g'oz qilib 100% qilib beraylik deyapman. Qo'chqorlarni ham beryapman. Qo'chqori bilan ham qo'shib beraveraman. To'g'ri. Qo'chqor kerak deysa, sovliqning narxida, ashla. Sovliqning narxida qilib, chiroyli qilib qo'shib beramiz, xudo xolasa. Shunaqa gaplar, hurmatli obunachilar. Mana bunga ham Eldor aka bitta qo'chqor qo'shib qo'yganmiz. Bu ham qo'zi. Ha. Hozir beyda 6 tasi, premeni 6 tasi qo'shdi. 6 tasi. Yana endi olishaman deysa, bularni o'sha 100% qilib bermoqchimiz aslida. Olishaman deysa, qo'chqori bilan beramiz. Bu tarafda yana akalar Bu tomonida qoralarida Eldor aka. Bu o'zimizning qo'ylarmi buni? Ha, bu o'zimizning o'zbek qo'ylar. Hammasi. Endi bunga ham Eldor aka 3 qo'chqorlardan qo'shib qo'ydi. Bu ham ichida bor. Ha, qo'chqor bor ekan. Ana bitta. O'zi unaqa jaydari qo'ylarga o'zimiz mana jaydari qo'chqor. Jaydari qo'chqorlar yaxshi, ha. Eldor aka endi buni qo'ylaring orig'i qochmaydi-yu deganlarga. Bular dalada tug'ib yurgan. Masalan 1 yilda, 1,5 yilda gideta ikkita qo'zi oladi. 1 yilda deyshadi, endi 1,5 yilda bular sira-siras boladan ayrilib qochib yurgan. Buni ko'rib turgan qo'ylar. Shuning uchun oriq holatda ham o'ziga oladi. Ma'lumotini bering akalar, buni dalasidan siz bilan o'zimiz ham ko'p baraka qilganmiz. Yurgan joyida akalar siz bilan biz beradigan hashak kamda. Endi hozirgi kunda balki bordir, yo'qdir. O'sha siz bilan men borib yurgan paytlarimda yo'qligi uchun shunchalik. Bola boqib yurgan paytda ham, bolasiz yurgan paytda ham asosan mana shunaqa etda yuradi. Asosan mana shunaqa etda yuradi. Endi xohlaysizmi, yo'qmi? Badani shu. Badani shu. O'shaning hisobiga bularni yeb ichishdan shu paytgacha muammo bo'lmagan. Keladi, bizda yem hashaklarni ko'rib xursand bo'lib ketadi. Ochig'i. 2 oy zo'r o'zgarish bo'ladi akalar. Endi yana bu tomonida manzilni eslatib o'tib ketaylik, mabodo. Hozir videoning tagiga nomer qo'ymayman-da, nomer qo'yiladigan bo'lsa,
endi bu Qo'y qo'y sotish ko'p ham, qo'y ham ko'p emas. Keyin biz maqsadimiz reklama ham emas akalar. Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida 14 ga deysa, 14 gektarlik uchastkalarga deysa, o'zi hamma biladi hurmatli obunachilar. To'g'ri. Boburjon so'zlagan ham Toza aka aytib qo'yaymi? Aytavering. 95lik 463 1100. Mabodo qo'ylarimiz ma'qul kelib qolsa berilaveradi. Videoni oxirigacha ko'rganda nomerni bilib oldi lekin. Eldar aka, bu yerda ham. Eti zo'r ekan. Ha, 10 ta sovliq. O'tkazib endi. Mana bitta o'sha o'zimizda jaydari qo'chqordan qo'shdik. Bo'yi ham qo'ydan qo'shdik. 185 chiqadi. Mana shunday. Yirik qo'chqorlarga qiziqoringlar akalar. Masalan, o'zingiz uchun bo'ladigan bo'lsa, tug'dirib yaxshi pulga sotaman deyotganlar bo'lsa, qonni yangilash davri keldi o'zi asli. Ko'pchilik hali naslga e'tibor bermay qo'yapti. Bolasini olib sotaman deyapti. Yaxshi qo'ylardan qo'yib, bolalarni yiriklashtirish kerak. Go'shtdorlik kamayib ketyapti gap ochig'i. Ha, Eldar aka yana bitta. Mo'nundan tushgan qo'zi. Ha, hozir narx-navosi ancha farqi bor. Nari sariqso'liqlar bilan buni. Endi nimaga qaysi biri yaxshi, masalan, bolaga deysa, mo'nundan tushgan qo'zi qorindan tushishiga 2 million atrofida. Shunaqa, ha, to'g'ri. Endi narigindan tushsa 3 million bo'ladi, hech bo'lmasa. Qo'zida ham farqi bo'ladi. Farqi Shuning uchun buni farqi shunda. Narx-navosi o'ynashi ham, masalan, farq qilishi ham shunda. Endi hozir bunaqa holat bo'lib qoldi. Bitta qo'yni naslga deb olib chiqiladigan bo'lsa, ko'rgan odam masalan hozir negativ ko'payib ketgan. Ha, borib oxiri pichoqqa taqaladi. Akalar, hamma qo'yni pichoqqa taqaversak, 75 dan o'tmay qoladi qo'ylarimiz. Bu 75 dan o'tmay qoladi. Yaxshi naslli qo'ylarimizni hech kim yomon pulga sotgisi kelmaydi. Ana shu negativ yozgan odamga borib, shunaqa qo'yi bo'lsa, mana go'sht bo'lsa 85 million tortib oldim desangiz, bermaydi. Yana bitta gap, uni qo'yi yo'qligi uchun yozadi, Eldar aka. Endi mabodo bo'lsa ham. Ongi bo'lsa buni tushunadi. Hozirgi bo'layotgan masalan farqi. Yo'q, masalan, qo'yi bor odam bo'lsa ham, jaydar yo'nalishda qo'y boqib yurgan odamga naslda to'g'ri unchalik qiziq bo'lmasligi mumkin. Ana shu odamning qo'liga o'sha qo'y tushib qolsa, 85 million tortib olaman desangiz, 85 million tortib bermaydi. Shuning uchun akalar, nasl bilan shug'ullanyapti akalarimiz, gazini bosinglar, bizga shunaqa sifatli qo'ylarni yetkazib beringlar. Bunaqa masalan, buni hozir bo'yi yaxshi, buni bo'yi yomon emas. Ko'rdi-yu, minglab qo'ydi bir joyda ko'rdik. Akalar, ona qo'y mana shuncha keladi. Mana shuncha keladi ona qo'y, 70 sm nari beri. Shunday bo'lyapti. Bola, lekin o'shani ham bolasi to'g'ri 2 million, 2,5 million sotilyapti. To'g'ri, ularni masalan Bolada farqi bo'lmadi, ha. Bolada farqi bo'lmaydi, lekin u masalan bolani ham sotib olgan odam ertaga bahsi. Baraka topish kerak-ku, baraka topish kerak. Shuni akalar nasl bilan shug'ullanyaptimi? Asosan endi hozir pul bilan shug'ullanyapti, to'g'risi. Masalan, siz bilan bizni 10 ming dollar yo'q 5 ming dollarga qo'shqor olmaymiz-da gap ochig'i. Unga aloqamiz yo'q. Yo'q. Lekin bosyapti turganlar, gazini bosinglar. Hozir arashan bu degan gap so'zlar chiqib ketdi. Gazini bosinglar, ko'paytiringlar. Xalqimizda shunaqa sergo'sh, suyakchan, yirik, bahaybat narsalar ko'paysin. Mana prezidentimiz kecha keldilar o'zlari. Mana shu rayon, qo'shni rayonga prezidentimiz kelib, chorvachilikni kuzatib ketdilar. Naslga alohida e'tibor berilyapti. Gazini bosaylik, hammamiz qo'rlarimizda faqat zo'rlari bo'lsin. Eldar aka, bugunga shular. Qisqacha. Ha, qisqacha. Nimadir ma'lumotlar kerak bo'lsa, komment yozinglar. Xudo xolasa bundan keyingi videolarimizda yoritib o'tamiz. To'g'ri. Xohlagan savol-javoblarini yozinglar. Agar videomizda kamchilik, noto'g'ri gaplar bo'lgan bo'lsa, bemalol mana shu joyda noto'g'ri gapirding deb yozinglar. Kamchiligimiz bo'lsa, sizlardan bizdan o'rganaylik akalar. Musofirdagi akalar, endi asosan musofirlarni eslasa, o'zimizdagilar xafa bo'lib qolishyapti akalar. O'zimiz O'zbekiston havosida nafas olib turibmiz. Biz musofirdagilarga hech bo'lmasa O'zbekistonni video bo'yicha ham atmosferasini yetkazib berishimiz kerak. Xudo xolasa, kelinglar, bir piyola choy ustida suhbatlashamiz, o'tirib bir oshlashamiz. Nima savol-javoblaringiz bo'lsa, kommentariyada bemalol yozishlaringiz mumkin. Videoni mana shu yerda yakunlaymiz. Oxirigacha ko'rgan akalarimizga rahmat deymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ketqizgan vaqtlaringiz rozi bo'lib qo'yasizlar. Rahmat hammaga.